mavzuni yopmoqchiman. Siz demoqchisizki, Xudbeyevning 50 ming dollarlik soati bo'ldi. U ko'p gapirmaydi bu haqida. Rahmatulloh G'apporov 300-400 ming dollarga uy qilgan. Uy-joy qilgan. Uni gapiringlar. Oddiy u vazir ekan bu. Oddiy boshqarma boshlig'i. Albatta. Buning uchun fikrlaringiz uchun rahmat. Endi tumandagi, Qumqo'rg'on tumanidagi rahbarlarni 77-yil choralmasdan boshlab bugungi kungacha bo'lgan hokimlar o'rtasida Rahmatulloh G'apporovga qo'yadigan bahongiz 1 dan 10 gacha. Men yuqorida nomlarini qayd qildim. Endi orada bu Rahmatullohga qadaram bir tasoddifiy odamlar kelib qoldi. Biz uni bilmay ham qoldik, qanday kelganini, nima qilayotganini ham o'zi ham tushunmay bilib ketib ham qoldi ular. Bu qissadan hissa shuki, mana shu u yoki bu tumanlarga hokim tayinlashda yuqorida o'sha kim tayinlaydi bularni, kimning suhbatdan o'tadi, men unchalik uni bilmayman. O'sha Xudoyberdiyevning aytishi bo'yicha prezident maslahatchilarining ana suhbatdan o'tar ekan, ularning tavsiyasi bilan hokim bo'lib kelar ekan. Bular tishatildi. Juda kuchli, chuqur o'rganilish kerak. Bor haliga. Kadrlarni tanlab olsa bo'ladi, hozir ham bor. Lekin holat shunday bo'ladigan bo'lsa, bundan keyin xo'jalikka, hokim tumanga va boshqa yirik sohalarga kadrlarni biz topolmay qolamiz biz. Ayniqsa mana shu oliy ta'limdan chiqayotgan kadrlarning sifatsiz va samarasiz ekanligi sababidan va bugungi kunda nepotizmning kuchli ekanligidan istalgan kishi o'zining qarindosh urug'ini sudrab olib kelib, "Ha, sen ishlab tur, aytdim-ku men. Bu qaysi yillar bo'lgan ekan bu bir kolxoz raisi bir brigadirni ishdan bo'shatib berdi. Rais var, men nima qilayin endi, bo'sh qoldim desa, maktabga borib, ma'lum bo'lib turganini ko'ramiz dedi. Mana maktabdan o'g'riysiz. Mana raisning fikri, mana o'qituvchiga nisbatan berilayotgan baho. Biz hozir shu davrga yana qaytib keldik hozir. Demak, suv keltirgan xor, ko'za sindirgan aziz. Sindiravering ko'zani. Sindiraveradi, rahmatli sindiraver ko'zani. Sen o'lmas qashshaysan. Sen hech kim ishdan ololmaydi. Sening faoliyatingga hech kim baho berilmaydi. Yeyaver, olaver. Nima deymiz endi? Haloling bo'lsin deymiz-da. Endi bugungi kundagi yana bir aktual muammolardan bittasi, boya aytib o'tdingiz, sud tizimidagi poraxo'rlik yoki nohaqliklar. Bu ham albatta prezidentimizning siyosatiga qanchalik darajada soya solyapti. Siz mening bir yaramni tirnadingiz hozir. Men 2008-yilda Odil Narimahmetov degan bir nusxa Jarqo'rg'ondan kelib, Qumqo'rg'onda menga sanksiya berib qamoqqa oldi. 27 ta statya bilan meni sud qildi. Apellyatsiyada 20 ta statya olib tashlandi. Keyinchalik 15 yil mobaynida 7 tasi olinib, Oliy sudda men oqlandim. Endi qarang. Bu kecha Jarqo'rg'onda sudi. Keyin viloyat sudi raisining jinoyat ishlari bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishladi. Men juda ko'p pretenziya qildim. Sen qora mantiyani kiyib, sudni kreslosida o'tirishga sening haqqing yo'q. Sen qonunni buzgansan. Sen menga nisbatan meni noqonuniy qamagansan. Men 1,5 yil o'tirib keldim. Davlat menga kompensatsiya berdi. Lekin shu yerda bir kompensatsiya masalasini aytib o'tish kerak. Bu nima uchun sudyaning yoki prokurorning xatosi bilan u yoki bu oqlanib chiqqan odamlarga moliyadan pul beriladi? Ularning o'zidan undirish kerak bularni. O'zidan undirish kerak. Mana shu qonunga shu narsani o'zgartirish kerak. Ehtimol bordir bu qonunda, bilmayman. Nima uchun moliya to'laydi u? To'ladi. Men oqladim. Qo'limda hujjat turibdi. Endi bugun bu nusxa borib Oliy sudda sudyalik qilyapti. Men tushunmayman men. Yodgor Xolmo'minov degan sudyalar oliy malakalash boshqarmasining endi nimasini boshlig'i. Shu kishi olgan bo'lsa kerak, shu kishining ixtiyori bilan olsa kerak. Bu kishining adresiga ham o'zi yaxshi gaplar bo'lmayapti. Sudyalar padre qamalyapti.
Mana yaqinda kecha 157 ming bilanmi Andijonda qamalgan. Bu yerda Angarda 53 ming dollar bilan sudyani ham hozir qamoqqa olibdi deyapti. Qayerda bo'lsa hozir sudyani, kotibni hammasini ushlab qamayapti. Bu prezidentning sudni reforma qilish to'g'risida dastlabki qadamlari bo'lsa kerak. Biz prezidentga rahmat aytamiz. Sudyalardan odamlar bezillab qoldi. Men aytmoqchiman Odilga, "Ey Odiljon, sen eshikingni yig'ishtirib ol. U kibrni yig'ishtir. Sen bir martaga meni sud bo'l, ma'naviy jihatdan sen bayram bo'lgan odamsan sen. Sen o'zingning avtoritetingni yo'qotgansan. Kimdir jib yurgandir, hamma narsaga chidab. Lekin men sening uchun jib turmayman. Qachonki men buning oxiriga aytaman. Sen qonunsiz, noqonuniy ravishda meni ozodlikdan mahrum qilgan odamsan. Buning uchun sen nafaqat sudya bo'lib ishlash, sen qamalishing keraksan. Men buni oxirigacha, umrimning oxirigacha men bu narsani oxirigacha suraman. Albatta. Qalbomon Yodgorovga men aytmoqchiman. Siz kimni sudya qilib olgansiz, janob Yodgorov? Sizga prezidentning pretenziyalarini men sizga aytayinmi, sizga nisbatan aytgan. Siz meni kechirasiz. Siz o'sha yerda siz noto'g'ri o'tiribsiz. Agar siz shunday sudyalar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, men sizni nafaqat men, butun xalq hozir nafratlanadi. Uning birgina menga nisbatan qilgan ishi emas, uning juda ko'pgina ishlari aynan Nodir Turaqqulovning noqonuniy sudga chiqargan ishlarini hammasini mana shu qilgan. Odil Narmahmetovga vijdon bo'lish kerak odamda. Vijdon qiynalish kerak. Vijdon o'yg'oq bo'lish kerak. Ana shundagina bizning jamiyatimizda sud sistemasida o'zgarish bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Aziz zamondosh, suhbatimiz yoqqan bo'lsa, bitta like va obuna bo'lish sizdan. Omon bo'ling. Hurmatli ijtimoiy tarmoqni ko'ruvchi, tinglovchi, eshituvchi odamlar. Mening ayrim chiqishlarimda ayrim ko'chaning bolalari boshqa bir familiyalarda menga nisbatan asossiz e'tirozlar bildiradi. Agar kimdan kim mening fikrlarimga e'tiroz bildirmoqchi bo'lsa, men sizga aytib qo'yay. Telefonimni yozib oling. 91 969 39 19. Mening sirtimdan gapiraman. Mening erkamdan pishag'im. Men bu shaxsiy manfaat yoki bir boshqa g'araz nuqtai nazarda men bu gaplarni gapirayotganim yo'q. Agar to'g'ri, samimiy yondashsang rahmat deyman. Lekin kimlardir manfaat uchun menga tosh otadigan bo'lsan, sen o'shalardan ham battar odamsan, aytib qo'yay. Erkak bo'lsang, mard bo'lsang, mana shu telefonga chiqdi, sen yomon odamsan de. Men yomonligimni isbotlab berasan. Yaxshi odamni men aytaman, yaxshi yomon ekanligimni. Mening yoshim 80ga kiryapti. Shuning uchun har qanday almayi, jolmayi va keraksiz gaplarni gapirman. Shuning uchun aytadiki, bu beparvolik, jamiyatda bo'layotgan voqea va hodisalarga beparvolik to'g'risida Brunei Yassinskining bitta gapi bor. Do'stlaringdan qo'rqma, ular nari borsa seni sotadilar. Dushmanlaringdan qo'rqma, ular nari borsa seni o'ldiradilar. Beparvolardan qo'rq. Ularning hamma narsaga indamay rozi bo'lishlari tufayli olamda qotillik va sotqinlik mavjud deydi.